Ertak terapiya tushunchasi, shakllari va funksiyalari. Ertak terapiya bu amaliy psixologiyada zamonaviy istiqbolli va yosh yo'nalishlardan biridir. U ertakning metaforik imkoniyatlaridan foydalangan holda insonlarga o'z-o'zini anglash, o'zligiga yetishish, shuningdek atrofdagilar bilan ishonchli va yaqin munosabatlar qurishga yordam beradi. Ertak terapiya bu psixoterapiyada jadal rivojlanib borayotgan yo'nalishdir. Ertak psixoterapevt va uning mijoziga bir xil tilda muloqot qilishga yordam beradi. Umumiy timsollar tizimini taqdim etadi. Ba'zida insonning sevimli ertagini so'rashning o'ziyoq juda ko'p narsani tushunishga yordam beradi. Ertak terapiya tajribani og'izdan og'izga yetkazish vositasi sifatida. Ertak terapiya bu bolada jamiyat tomonidan qabul qilingan, dunyoga nisbatan o'ziga xos munosabatni shakllantirishning tarbiyaviy usulidir. Bu usul orqali individga zaruriy axloqiy me'yorlar va qoidalar yetkaziladi. Bunday ma'lumotlar xalq ertaklari, rivoyatlar, afsonalar va hikmatli qissalarda mujassam bo'lgan. Ertak terapiya bu qadimiy ijtimoiylashuv va tajriba almashish usulidir. Ertak terapiya rivojlanish vositasi sifatida ertakni tinglash, uni o'ylab topish va muhokama qilish jarayonida bola hayotda samarali yashash uchun zarur bo'lgan fantaziya va ijodkorlikni rivojlantiradi. U qaror qabul qilish va yechim topishning asosiy mexanizmlarini o'zlashtiradi. Inson ertaklarni tinglab va ularni qalban qabul qilgan holda ularni o'z hayotiy ssenariysiga singdiradi. U orqali hayot yo'lini shakllantiradi. Ayniqsa bu jarayon kichik yoshdagi bolalarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Ko'pchilik bola bir xil ertakni qayta-qayta o'qib berishni so'raydi. Bu orqali ular ertakdagi hayotiy mazmun va modelni ichki dunyolarga chuqur singdirib oladilar. Ertak terapiya psixoterapiya sifatida ertak bilan ishlash bevosita mijozga yordam berish va uni davolashga yo'naltirilgan. Ertak terapiya shunday sharoitlar yaratadiki, bu sharoitda mijoz ertak bilan ishlash, uni o'qish, o'ylab topish, sahnalashtirish, davom ettirish orqali o'z hayotidagi qiyinchilik va muammolarga yechim topadi. Hozirgi vaqtda Zinkevich Yevstigneyeva tomonidan taklif etilgan ertaklar tipologiyasi keng tarqalgan bo'lib, u quyidagi turlardan iborat. Badiiy ertaklar, xalq va mualliflik ertaklari, psixoterapevtik ertaklar, psixokorreksion ertaklar, didaktik o'rgatuvchi ertaklar, meditatsion ertaklar. Ertak terapiyaning tuzilmasiga ikki asosiy ish shakli kiradi: yo'naltirilgan direktiv shakl va yo'naltirilmagan nodirektiv yondashuvlar. Yo'naltirilgan shakldan foydalanilganda, psixolog bolaning o'yin jarayonida faol ishtirok etadi. Bu orqali bola o'zining ongsiz holda bostirilgan moyilliklarini ramziy va o'yin shaklida yuzaga chiqarib, ularni ijtimoiy maqbul standart va me'yorlarga muvofiq tarzda qayta o'ynaydi. Ushbu yondashuvning asosini tuzilgan material va syujet asosida yaratilgan metodik usullar tashkil etadi. Bu pedagogik jihatdan tashkil etilgan syujetli rolli ertak o'yinidir. Unda bolalar turli xil ijtimoiy va ertakdagi rollarni bajaradilar va o'zlari tomonidan yaratilgan maxsus ertak muhitida turli yoshdagi kattalar va bolalar o'rtasidagi faoliyat va munosabatlarni qayta jonlantiradilar. Ertak rollari orqali bolalar real hayotda yetarlicha namoyon eta olmaydigan ijtimoiy psixologik sifatlarni, masalan, muloqotchanlik, o'ziga ishonch, qat'iyatlilik, jasorat kabi xususiyatlarni namoyon qiladilar. Bu esa ularning shaxsiy xususiyatlarini faollashtirish va mustahkamlashga xizmat qiladi. Aynan rollar orqali ertakning bolalarning kognitiv va emotsional irodaviy sohalarga korreksion ta'sir ko'rsatish mexanizmlari amalga oshiriladi. Shu tariqa ertak terapiya bolalarning psixologik rivojlanishida muhim vosita sifatida ilmiy asosda qo'llaniladi. Yo'naltirilmagan ish shaklining texnikasi.
Yo'naltirilmagan, nodirektiv shakldagi ish texnikasi bolalar tomonidan mustaqil tarzda tashkil etiladigan va rivojlantiriladigan quyidagi faoliyat turlarini o'z ichiga oladi: syujetli rolli o'yinlar, dramatik o'yinlar, qo'g'irchoq tomoshalari, ertak to'qish, o'yin-kulgu turlari va boshqalar. Yo'naltirilmagan shaklda bolaning shaxsiyatni korreksiyalash bolalar o'rtasida, shuningdek, bolalar va kattalar o'rtasida adekvat munosabatlar tizimini shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda kattalar bolaning o'yini davomida u his qilayotgan tuyg'ular va fikrlarni so'z bilan ifodalab, ularni oynadek aks ettirish texnikasidan foydalanadi. Katta yoshli insonning bunday aks ettiruvchi reflektiv munosabati orqali bola kattalar bilan muloqotda o'zini anglashga yo'l ochadi. U kattalarning nutqiy ifodalari yordamida o'z ichki kechinmalarini va fikrlarini anglab, o'zini kashf etishga kirishadi. Bu esa bolaning shaxsiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Psixoterapevtik ertaklarning funksiyalari. Ertak odatda 3 asosiy funksiyani bajaradi: diagnostik, terapevtik va prognostik. Diagnostik ertak bu bolaning allaqachon shakllangan hayotiy ssenariylari va xatti-harakat strategiyalarini aniqlashga qaratilgan. Bunday hollarda bolaga quyidagi ko'rsatmalar beriladi: 5 yoshli bola haqida ertak to'qib ber. Istalgan ertakni o'ylab top. Shundan so'ng psixolog bolalar to'qigan ertakni tahlil qiladi. Ushbu tahlil orqali bolaning asosiy hayotiy ssenariysi yoki unda shakllanib ulgurgan xulq-atvor stereotiplarini aniqlash mumkin. Shu bilan birga, diagnostik ertak bolaning o'zi baland ovozda ayta olmaydigan yoki aytishni istamaydigan holatlari va munosabatlarini ham ochib berishi mumkin. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolaning ota-onasining ajrashishiga bo'lgan munosabatini aniqlashda diagnostik ertak muhim vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ertak orqali psixodiagnostikani amalga oshirishning asosiy usullari mutaxassisning ishida qo'llaniladi. Ertakni aytib berish va mijozning reaksiyalarini kuzatish, buning uchun mijozni ertakka chorlash, ularni yengil trans holatiga kiritish zarur. Bunga ko'plab takrorlashlar, kuylashlar va ovozning tekisligi, rang-barang nutq ifodalari, o'ynoqi so'z boshlanishlari va yakunlari yordamida erishiladi. Mijozning qahramonlarning harakatlariga qanday munosabatda bo'lishini kuzatish, shunda qiymatlarini anglash, qo'rquvlarni aniqlash, bola pozalari, harakatlari, mimikalarini kuzatish, mijozning fikrlaridan tashqari o'zgacha ko'rsatilgan noverbal signallarni talqin qilish, eng muhim joylarni aniqlash zarur. Kulgi va hazilga, xavotirga, maxsus qiziqishni yoki aksincha e'tibor bermagan joylariga hikoya davomida izohlar berish kerak. Shuningdek, mijozning qahramonlardan kimga o'xshashligini aniqlash kerak. Buni shaxsiy reaksiyalarga, ya'ni ko'rsatilgan hissiyotlarga qarab taxmin qilish mumkin. Mijozni sevimli ertagini yoki hikoyasini aytib berishini so'rash. Bu holatda biz ertaklar inson qalbida chuqur o'rnashgan, ota-onalarning belgilangan qarorlarining mahsulidir va ular hayotiy ssenariylarga asos bo'ladi, degan fikrga asoslanamiz. Sevimli ertak ko'pincha hayotiy ssenariyning soddalashtirilgan shakli bo'lib, qahramonlardan kimga qahramon yoki yutqazuvchi o'xshashligini aniqlab, mijozning butun hayotiy dasturini belgilash mumkin. Mijozdan hikoya yoki ertak yaratib aytib berishini so'rash. Ertak bilan ishlashning aynan shu usuli diagnostika uchun eng boy materialni beradi. Bu yerda psixolog nafaqat mijozning reaksiyalarini kuzatishi, balki yaratilgan ijod mahsulini, ya'ni ertakni to'liq tahlil qilishi kerak, chunki uni shartli ravishda badiiy asar sifatida ko'rish mumkin. Unda muallif tasvirlarni tasodifiy ravishda emas, balki ularning ichki mantig'iga mos ravishda birlashtiradi. Xuddi tush yoki ma'nosiz orzular kabi emas. Aksincha, ertak ichki tasvirlarning rivojlanishi bilan bog'liq ichki mantiqqa amal qiladi va bu ichki mantiq asarning o'z dunyosi va diqqat dunyosi o'rtasidagi bog'lanish bilan belgilangan. Psixolog o'z ishida bir nechta darajalarni bir vaqtda ko'rib chiqadi. Bir tomondan ertakda mijoz o'zining arxetiplari va ijtimoiy ko'nikmalarini namoyon qiladi. Ular yorqin tarzda aks etadi.
va syujetga muhim ta'sir ko'rsatishi mumkin. Boshqa tomondan, ertak bolalikdagi dastlabki his-tuyg'ularni o'z ichiga oladi va syujetda mijozning shaxsiyatining paydo bo'lishi izlarini kuzatish mumkin. Uchinchi tomondan, mijoz ertakni o'zining joriy mazmuni bilan to'ldiradi. Ertak mazmunida mijoz hozir nima bilan yashayotganini, uning asosiy his-tuyg'ularini ko'rish mumkin. Shundan so'ng psixolog sessiyada qaysi qatlamga e'tibor berishni qaror qiladi. Bu esa mijoz uchun hozir eng foydali bo'lishi mumkin bo'lgan narsaga qarab belgilanadi. Psixoterapevt mijozga ertak bilan qanday ishlashni turlicha taklif qilishi mumkin. Eng keng tarqalgan usullar quyidagilardir. Mavjud bo'lgan ertakni muhokama qilish. Mijozga o'z ertagini yozish tavsiya etiladi. Yozilgan ertakni sahnalashtirish, dramalash, tur rolli o'yin o'ynash yoki qo'g'irchoq teatri bo'lishi mumkin. Ertak motivlari asosida art terapiya ishi. Quyidagi jadvalda ertak terapiyaning tamoyillari izohlari keltirilgan. Tushunish tamoyili. Syujetda sabab-oqibat aloqalarini tushunish, har bir personajning o'rni va vazifasini tushunish. Bunda quyidagi vazifa beriladi. Tarbiyalanuvchilarga bir voqea boshqa voqeaga qanday o'tishini ko'rsatish, hatto buni birinchi qarashda sezmasak ham, har bir personajning o'rnini va ahamiyatini tushunish muhim. Ko'p ma'nolilik tamoyili bir xil voqea yoki holatning bir nechta ma'nolari va mazmunlari mavjudligini tushunish. Bunda quyidagicha vazifa beriladi. Bir xil ertak holatini turli nuqtai nazarlardan ko'rsatish. Haqiqat bilan bog'lash. Har bir ertak vaziyatining bizga hayotiy dars sifatida qanday ta'sir qilishi va bizning real hayotimizda qanday qo'llanilishi mumkinligini tushunish. Bunda quyidagi vazifa beriladi. Ertakdagi holatlarni har bir ertak darsining bizning real hayotimizda qanday foyda keltirishi haqida sabr bilan va ehtiyotkorlik bilan tahlil qilish. Quyida biz korreksion rivojlantiruvchi ertak terapiya mashg'ulotining tuzilmasini ko'rib chiqamiz. Dastlab ertakka kirish amalga oshiriladi. Birgalikda ishlashga kayfiyat yaratiladi. Jamoaviy mashqlar, masalan, qo'llarni tutib doira shaklida turish yoki to'pni bir-biriga uzatish yoki boshqa biror bir birlashtiruvchi harakat bajarish mumkin. Takrorlash. O'tgan safar nima qilinganini eslab, qanday xulosa qilinganini, qanday tajriba olinganini eslash. Psixolog bolalardan nimani eslaganini, yangi tajribani qo'llagan yoki qo'llamaganligini so'raydi. Kengaytirish. Bolaning tasavvurlarini kengaytirish. Psixolog bolalarga yangi ertakni aytib beradi yoki ko'rsatadi. Bolalarga ertakdagi mavjudotga yordam berishni taklif qiladi. Mustahkamlash. Yangi tajriba olish, bolada yangi shaxsiy sifatlarni namoyon qilish. Psixolog o'yinlar o'tkazadi. Bolalar yangi tajriba olishlariga yordam beradi. Ramziy sayohatlar, o'zgarishlar amalga oshiriladi. Integratsiya qilinadi. Yangi tajribani haqiqiy hayot bilan bog'lashga harakat qilinadi. Psixolog bolalar bilan birgalikda qanday holatlarda yangi tajribani qo'llashlarini muhokama qiladi va tahlil qiladi. Xulosa. Olingan tajribani umumlashtirish, uni oldingi tajribalarga bog'lash. Psixolog mashg'ulotning natijalarini umumlashtiradi, mashg'ulot davomida nima bo'lgani va alohida bolalarni yutuqlari haqida aniq gapiradi, olingan tajribani ahamiyatini ta'kidlaydi. Ertakdan chiqish. Yangi tajribani mustahkamlash, bolani kundalik muhitga qaytarish amalga oshiriladi. Ertakka kirish marosimini qo'shimcha element bilan takrorlash amalga oshiriladi va mashg'ulot yakunlanadi.